hozir qilayotganimiz 25%lik o'sha yillikdan chiqqan 12 million so'mgacha mahalla loyihasi degan kiritimiz bor. Yuridik shaxs tashkil qilmasdan jismoniy shaxsga bu ham 25%. Farqi 5 yil muddatga 50 millionlik 5 yil muddatga 17 millionlik 100 yil muddatga. Shunda xotin qizlar uchun 2%lik chegirma bor. Imtiyoz bor. Endi xotin qizlar mas'ul beradi. 23% bo'ladi xotin qizlar uchun. Bu kredit olingan oilaviy tadbirkorlarga o'xshab bir qayergadir pul chiqar, shartnoma olib kelib, pul o'tkazib beraman va quyida olish bo'ldik o'rtada. Ta'minlashga pul chiqar, unaqa kredit emas, qolgan edi. Plastik kartasiga tashlab beriladi. Faqat siz aytgan yo'nalish bo'yicha ishlab loyiha qilsangiz bo'ladi. Berish kerak, loyihani ko'rsatib. O'zimlar loyihani o'zimiz qilamiz. Issiqxonami? O'shani ishlasangiz bo'ladi. Kartangizni tashlaydi. U muddatidan kechikib qolsa ozmoz nima bo'ladi? Endi kechikib qolsa endi kechikib qolsa nima bo'ladi? Protseslarni ham so'ragan ma'qul. Proses bor, sudda proses bor. Bank masalan birinchi oyda ogohlantirish jo'natadi. Endi ikkinchi oy davom etgandan keyin uni ham 2-3 oyda ogohlantirish jo'natadi. Davlat sanoat palatasi orqali sudga beriladi. Sud o'sha qarorni bank tarafi qanoatlantirib qaror chiqarib bersa, majburiy tartibda undirish uchun ijroga chiqarib beriladi. Keyin ijroga chiqib, ijrodan vaqtda to'lamagandan keyin boya aytgan vazifalar chetga chiqarish hammasi majburiy tartibda undirish bo'ladi. Kredit shunday. Nima yo'nalishda qiziqasiz? Men Sho'roga qiziqqandim, endi hozir o'ylab qoldim. Olsam omizamni chiqib ketaman-da, yaqinda bog'ga chiqib ketaman. Grafiklarni oradan so'ngasiga chiqarib beramiz. Grafiklarni masalan 12 million so'm qancha chiqadi grafik? Oylik grafik 325 mingdan oyma to'lashga qiynalmasmi? O'zi ko'z yetadigan odamlar mana shunchalik meni qiynamaydi. O'shani hisobga olib, sizga grafiklar chiqarib beramiz. Bu siz ajrashishga tayyormiz. Uyda kimnidir masalan band qilishingiz mumkin, bolalar bordir, yangi uyda ularni bandiga ta'minlab qo'yib, o'zi ishlatib tursa mumkin. O'ylashib ko'raylik. Qanday bo'lsa ham o'ylashamiz. O'zbekistonda to'lash kerak. Yo'q, uni to'lash oson-ku. To'lab boramiz, olgandan keyin to'lamiz. Oldindan o'ylagan yaxshi bo'ladi. Lekin sizlar mahallada panikdan zo'r daromad qilayotgan. Yo'q, panikdan yaxshi daromad qilib, bizga yer yo'q-da. Yer masalan, endi hokimboy yer beraman deb ketdi, qani ko'ramiz bu masala bo'yicha. Suv chiqarish mahalla suv chiqarish joylari necha gektarlik mahallalar hokim nimaga qo'shilgan. Suvli yerlarda 1 gektardan boy yoshlarga ajratish bo'yicha proyekt qilgan. Mana shuni ikki shu beriladi degan yer qani ko'ramiz. Yana kimlar? Keyin men xolos vaqtiga men o'zimcha subsidiya olmoqchi edim, mahalladan reja qilib kelgan edim. Quyiltirilgan sovun, kapli uyda ishlab chiqarish qilmoqchimiz. Men bolalarim yo'q, shuning uchun chiqolmayman. Uyda ishlab chiqarish qilib, kapli, sovun, suvda ishlab chiqarish qilmoqchi edik. Xullas yarmini subsidiya qilsam ham, yarmini kredit olsam, mahalla yordam bersa, nasib bo'lsa, o'sha ishni qilmoqchiman. Mahalla bilan gaplashasizmi subsidiya bo'yicha? Endi gaplashaman-da. Ana rejalarimni ko'rsatgan edim. Faqat menga ko'proq pul kerak ekanda, 30 million kerak. Hamma ishlab chiqarish narsalari uchun. O'shandaqada subsidiya 30 million bo'lmasa kerak. Kamroq chiqar ekan. Qancha turadi? Jami ustuna qancha turadi? 14 million. 14 million. 14 millionga apparatlarni olsa bo'lar ekan, keyin baribir kerak mahsulotlar uchun, keyin zaminada pul uchun ozroq naqd pul ham kerak. 30 million pul kerak, to'g'rimi? 30 million. Kafil bormi sizda? Yo'q. Kafil yo'q. Siz mayli bizga o'sha kafil bo'lmasa, sug'urta kafiliga asosida 17 oling bizada. 17 oling ishni boshlashingizga subsidiya davom etaveradi. Bu bir-biriga bog'liq bo'lmagan ishda. 17 dan ishni boshlasangiz bo'ladimi? Birdamchi ishda. Bu mahsulotlar uchun ham baribir kerakli ximikatlar ularni kerakli narsalar bor. O'shaning uchun kamida 24 millionlar kerak bo'ladi-da. Agar bitta ishlab turgan kafil bersangiz, 7 millionlik nimamiz bor, opaga aytganda. To'lashiga qiynalib qolaman.